Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda men Vanur. Bugungi videomizda biz Granny Baron'dagi buglarni tekshirib chiqamiz. Siz esa kanalimga obuna bo'ling va albatta like'larni likillatib tashlashni esingizdan chiqarmang. Unda biz videomizni boshladik. Birinchi bugimiz, buni lifehack desak ham bo'laveradi. Tirilasizlar va tirilganinglardan keyin mana shu idishchani olib, mana bu yoqdagi narsani hozir shu idish yordamida tushirishni ko'rsataman. Va mana bittada o'xshadi, shu yordamida avtomatni topib yoki arbaletni topib qiynalib otib o'tirmasdan shu bilan birga qilsangiz bo'ladi. Unda keyingi bug yoki lifehackga o'tamiz. Keyingi bugimiz yoki lifehackimiz, o'rningizdan turganingizdan keyin Granny'ni shu o'zingizga uyingizga ovozlar chiqarib chaqirasiz, u ovozlarni eshitib keladi. Granny mana kelyapti. Siz esa karvatning yoniga turasiz. Va kirib ketamiz. Karvatga yaqin keladi. Biz esa mana bunday boshlaymiz. Afsuski bunisi o'xshamadi. Keyingi urinishda hozir o'xshatib ko'rishga harakat qilamiz. Menda bu bug afsuski o'xshamadi, ammo o'xshatish mumkin. O'zingizda sinab ko'ring bemalol. Unda biz keyingi bugimizga o'tamiz. Buni ham o'xshatish mumkin bemalol. Prosta o'xshata olmadik. Endi keyingi bugimizga o'tamiz. Keyingi bugimizni qilish uchun sariq idishchani topib olish kerak bo'ladi. Idishcha emas, to'g'riroq telefondan ana bu yerdagi xonani ochamiz va xonaning ichidan sprey chiqadi mana. Va sprey bilan hozir o'zingiz ko'rasiz nima qilishimizni. Xolani shu yoqqa chaqirib olamiz va o'zimiz u yoqqa suramiz. Xola, keling xola. Xolani hozir aylantirib bir bala qilib nariyoqqa o'tib olishimiz kerak. Shu tepa qavatga chiqamiz va eshiklarni ochib xolani yana shu yoqqa chaqiramiz. Tak xola, keling. Keling xola. Granny'ni shu yoqqa chaqiramiz, har xil narsalarni tushirib. Granny kelyapti. Xo'p. Granny kela qol. Spreyni ko'ziga sepib o'zimizni tashlab yuboramiz. Birinchi kuninglar to'g'ri o'tib ketadi, ammo hozir ko'rasiz nima bo'lishini. Tug'ilganinglardan so'ng Granny'ni oldinglarga chaqirib ko'ringlar. Granny sizni umuman ko'rmaydi. To'g'ri shunaqa bug bo'lib qoladi. Sizga qarab turadi. Uzoqroqqa ketasiz. Va uje bo'ldi, sizga qaramay qo'yadi. Va qarayaptimi? Yo'q, mana umuman qaragani yo'q. Qayerda tushirsangiz o'sha yoqqa boraveradi, lekin umuman sizni ko'rmaydi. Spreyni qaytib ko'ziga sepinglar, chunki qaytib ko'ziga mana qanday qilib sepsak, u bizni ko'rishni boshlaydi. Unda biz keyingi bug yoki lifehackimizga
o'tamiz. Keyingi lifehackimizni o'xshatish uchun shu idishni olamiz va tepa qavatga to'g'ri chiqamiz. Birinchi o'rinda Granny'ni o'zini shu yoqqa chaqirishimiz kerak. Mana bunday qilib sandiqqa kirib olasiz yoki mana bu yoqqa kirib olsangiz ham bo'ladi va shunda Granny bu joyni ochib beradi. Hech qanaqa bolg'ani topib o'tirmaysiz, ya'ni hammerni topib o'tirmaysiz. Granny o'zi ochib beradi. Rahmat Granny. Xo'p, biz esa bu yoqdan suramiz. Ketdi Granny. Unda biz keyingi lifehack yoki bagimizga o'tamiz. Keyingi bagimizni o'xshatish uchun shu podvolga tushib olamiz. Aynan shu podvolga emas, mana shunaqa ichiga kirib bo'ladigan narsani oldiga borsanglar ham bo'ladi. Masalan, sandiqqa yoki o'sha divaniylarda tagiga kirgich bor-ku, o'sha yoqqa ham bo'ladi, lekin biz hozir mashinada sinab ko'ramiz. Shunaqa o'tirgan holda mashinaga turasiz. Mana o'xshadi, kichina bo'lib yurib ketadi. Shunchaki mashinani eshigini ochib yopmaysiz, shu o'tirib turishni ham bosib shunaqa bagni qilsangiz bo'ladi. Hozir sandiqda ham ko'rsataman. Birinchi bo'lib shu yotoqda ko'rsataman. O'tirib olamiz va yotoqqa kirishni bosib, keyin o'tirishni ham birga shunday bosamiz. Mana yana o'xshadi. Ko'rib turishingiz mumkin. Endi esa sandiqda ham sinab ko'ramiz. O'tiramiz va ikkalasini birinchi sandiqqa kirib, keyin buni ham bosishni boshlaymiz. Yo'q, turib ketdi. Va mana sandiqda ham o'xshadi. Ko'rdingiz? Bir xil. Turishni bosib qo'ysangiz, shunaqa yana o'tirib oladi. Mana Granny'ni baglari haqidagi videoni ham ko'rdingiz. Agarda sizga video qiziqarli bo'lgan bo'lsa va foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, layklarni likillatib tashlashni esingizdan chiqarmang. Keyingi videolarda uchrashguncha barchangizga xayr.